Dunyodagi eng yomon o'lim bo'ynida qarz bilan, o'zgalarning haqqini yegan holatda yoki tog'day kredit bilan o'lib ketishdir. Farzandlarga meros qilib qarzni, muammolarni tashlab ketishlikdir. Hozir shunaqa odamlar ko'payganki, qarz olib bermay ketishlikni niyat qiladi yoki qarz oladi-da, qarzini so'rab borgan odamlarga o'zini kasal qilib, bechora qilib ko'rsatib, boshiga musibat tushganday qilib ko'rsatib, qarzini bermaslikni qasd qiladi. Hurmatli birodarlar, agar mana shunday yomon o'lim topishni istamasangiz, qarz bilan o'lib ketishni istamasangiz, nafsingizga to'xta deng, yo'q deng nafsingizga. Mana shu qarz olayotgan, kredit olayotganlarning aksariyati, deyarli juda ko'pchiligi qarzni nimaga olayotganini o'zi bilmaydi. Arzimagan narsalar, mashinani yangilash, uyni remontini yangilash, uyni qaytadan qurish, to'y qilish va hokazo va hokazo yoki umuman hayoti davomida bir yoki ikki marta ishlatadigan maishiy texnikalar, telefon, zargarlik buyumlari, allambalo narsalar uchun qarz oladi. Bunaqa narsadan o'zingizni to'xtating. Bu sizni yomon o'lim topishingizga, hayotingiz rasvo bo'lishiga, ikki dunyoyingiz rasvo bo'lishiga sabab bo'ladigan ish. Odamlarning hisobidan kun ko'rishni, parazitlarcha yashashni to'xtating. Qarzdor bo'lib, bo'yningizda qarz bilan, kredit bilan odamlarning haqqini yeb o'lgandan ko'ra, ustozlarimiz aytadiki, halol mehnat qilib, mardikor ishlab, qullik qilib bo'lsa ham pokiza halol taom yeb, birovdan qarz bo'lmay o'lgani afzal edi deydi. Shuning uchun bo'lar bo'lmas narsaga, kreditga, qarzga narsa olishni to'xtating. Qarzni qachon so'rash kerak? Qachonki sizda boshqa hech qanday variant qolmasa va qarz olmasangiz hayotingiz yoki joningiz xavf ostida qolgan bo'lsa yoki o'sha musibatingiz hal, muammongiz hal bo'lmaydigan bo'lsagina, shunda ham kerakli miqdordagina qarz olish kerak xolos. Bundan boshqa paytda qarz olishga ulamolarimiz ruxsat bermagan, nojoiz deganlar. Shuning uchun bo'lar bo'lmas narsaga qarz olmang, bo'lar bo'lmas orzu, havas, hoyu havaslar uchun joningizni xatarga qo'yib, bo'yningizda qarz, kredit bilan o'lib ketmang.